Kechagi natural sonlar darsimizni davomini ko'rsatamiz bugun. Ikkinchi qismi yoki ikkinchi dars desa ham bo'ladi. Birinchi biz kanonik yoyilma bilan boshlagan edik. Endi biz bugun n faktorialni kanonik yoyilmasini ko'rsak. N faktorialni kanonik yoyilmasi kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Bizda kanonik yoyilmada asoslari tub sonlardan iborat. 2 ning alfa birinchisi qatnashadi, aniq. Nechta 2 qatnashini bilmaymiz, lekin hozir aniqlaymiz. 3 ni alfa ikkinchisi, 5 ni alfa uchinchisi, 7 ni alfa to'rtinchisi va hokazo. Bu n gacha bo'lgan tub sonlargacha davom etadi. Endi biz necha bo'lsa o'shangacha bo'lgan tub sonlargacha davom etadi. Ana endi biz bitta misol orqali ko'rib ketamiz. Misol uchun 100 faktorialni kanonik yoyilmasini ko'rib chiqsak. 100 faktorial. 2 ni hop alfa birinchisi ko'paytirilgan. 3 ni alfa ikkinchisi, 5 ni alfa uchinchisi, 7 ni alfa to'rtinchisi bo'lsa. Hop, biz 2 ni nechta darajasi qatnashgan maksimum shuni topishimiz kerak. Buning uchun 100 ni olamizda 2 ning darajalariga bo'lib chiqamiz va butun qismini olamiz. 2 ni birinchisiga bo'lasiz. 50 100 bo'lingan 2 ni kvadrati, butun qismini olamiz. 25 100 2 ni kubiga bo'lamiz, 8 ga bo'lamiz, ya'ni butun qismi bittadan bor, 20 ni ichida 2 ta bor. Ya'ni 12 ta bo'ladi. Butun qismini olsak yetarli. Hop, 100 2 ni to'rtinchisi, 2 ni to'rtinchisi 16 bo'ladi. 6 ta bor. 16 ni bo'lsak 6 ta bor. Butun qismi 6 bo'ladi. 100 2 ni 5-inchisi 32 ga bo'lishimiz kerak va butun qismini olishimiz kerak. 3 ta bor. 2 ni keyingisi 100 ni 2 ni 6-inchisiga bo'lamiz. Ya'ni bizda bu jarayon nechigacha davom etadi? Mana bu 2 ning darajasi 100 dan oshguncha davom etadi. Ya'ni mahraj katta bo'lib qolsa bo'ldi, o'sha joyda to'xtaydi. Chunki to'g'ri surati kichkina bo'lib qolsa, 0 butun qismi 0 bo'lib qoladi va u yog'i polni 0 ga aylanib ketganligi uchun olishimiz shart emas. 2 ning 6-inchisi 64 bo'ladi. Bitta bor. 2 ning 7-inchisi 128 0 bo'lib qoladi. Endi shularni qo'shib chiqsak 50 qo'shilgan 25 qo'shilgan 12 qo'shilgan 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1. Natija 97 bo'ladi. Demak, yumaydan yozamiz. 100 faktorial teng 2 ning 97-darajasi. Davom etamiz. Keyingisi 3 ning ham darajalariga bo'lib ko'ramiz 100 ni. Hop. Birinchi 5 darajalarga bo'lib chiqaylik. 3 ga ham bo'lib ko'ramiz. 100 ni 5 ni birinchisiga bo'lsak 20 bo'ladi. 100 ni 5 ni kvadratiga bo'lsak 4 bo'ladi. Hop, 100 ni 5 ni kubiga bo'ladigan bo'lsak 125 mahraj katta bo'lib ketadi, butun qismi 0 bo'ladi. Bu yozish shart emas. 20 qo'shilgan 4. Natija 24. Bu degani mana bu yerda 3 ni topamiz, nechinchi darajasi va 5 ni 24-darajasi. 3 niki ham xuddi shunday topiladi. 100 ni 3 ni birinchisiga bo'lamiz.
butun qismi olinadi. 33. 100 ni 3 ni kvadratiga bo'lamiz. Bittadan bo'lsa 11 bo'ladi. Xo'p, 100 ni 3 ni kubiga bo'lamiz. 3 dedi. Butun qismi 3. 100 ni 27 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 3 ni 4-chisiga ham bo'lsak bo'ladi. 81 bo'ladi. 100 dan kichkina-ku. 81 deb yozaylik. Bitta bo'ldi. Bundan keyingisi katta bo'lib ketadi. Ana endi 33 qo'shilgan 11 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1. Natija 44 48. 3 darajasida 48, ya'ni 48-chisi bo'ladi. Ana endi bizda bu misol bo'yicha turli xil savollar bo'lishi mumkin. Bitta misol uchun bitta ko'rib chiqaylik. Mana bu yerdan yozib olaylik. 100 ni 100 faktorial. Hop, 100 faktorial teng 2 ni 97-chisi, 3 ni 48-chisi, 5 ni 24-chisi. Oxiri nechta 0 bilan tugaydi degan savolni ko'rib chiqamiz. Oxiri nechta 0 bilan tugaydi. Endi bizda 0 ni yasaydigan sonlarimiz bu 2 bilan 0 ni yasaydigan sonlarimiz 2 bilan 5 bo'ladi-da. Shunda 5 ning darajalari bilan 5 ning darajalariga bo'lib chiqishimiz kerak. Chunki har bir sonni ichida 2 har 2 qadamda uchrasa 5, har 5 qadamda uchraydi. 5 ni darajalariga qarab 2 ni darajalaridan olib 0 yasaganimizdan keyin 5 darajalariga bo'lib chiqamiz. Ya'ni 5 darajasi kichik holatda 2 darajasidan kichkina bo'ladi. Xo'p, 5 ni birinchisiga bo'lamiz 100 ni. 20 bo'ladi. Mana 20. 100 ni 5 ni kvadratiga bo'lamiz 4 bo'ladi. Chunki 5 ni kvadrati 25 ku. 25. Xo'sh, endi 5 ni kubiga bo'lamiz. Bu holatda mana bu 125 bo'lganligi uchun 5 ni kubi. 100 ni 125 ga bo'lsak 0 butun necha? Butun qismi bizda 0 bo'ladi. Endi bo'ldi. Bundan keyingi hammasini butun qismi 0 bo'lganligi uchun shu yerda to'xtatib qo'shib qo'yamiz. Aslida buni yozish shart emas. Butun qismi 0 bo'lmagan sonlarni qo'shib qo'ysak 24 ta 0 bilan tugaydi. Ya'ni 100 faktorialimiz nechta 0 bilan tugaydi desa 24 ta 0 bilan tugaydi. Xo'p, ikkinchi holat, ikkinchi savol ko'rib chiqamiz. 100 faktorial. Ana endi bizda savol beradi, 6 ni nechinchi maksimum darajasiga bo'linadi. 6 endi tub son emas. Biz hozirgacha 2, 3, 5 tub sonlarni darajalari maksimum nechta daraja qatnashishi yoki bo'linishini ko'rib chiqdik. Endi agar tub son bo'lmasa-chi, ya'ni 6 ikkita tub son ko'paytmasidan tashkil topgan. Endi shuni yozib chiqamiz. Xo'p, yozamiz. 100 faktorial ni bo'lamiz 6 ga. Ya'ni nechinchi 6 nechinchi maksimum darajasiga bo'linadi. Olaylik, n-chi darajasi bo'lsin. Bilmaymiz-ku nechiligini. Xo'p, 100 ni ajratamiz. 2 ni 97-chisi, 3 ni 48-chisi, 5 ni 24-chisi taqsim 6 ni 2 kara 3 ga ajratamiz. 2 kara 3. 2 ni n-chisi ko'paytirilgan 3 ni n-chisi teng. Xo'p. Xo'sh, ana endi bizda tepada suratida 2 ni 97-chisi, 3 ni 48-chisi. Albatta 3 dan atiga 48 ta bo'lganligi uchun 2 dan ham 48 ta olamiz bir xil qilish uchun. 2 ni 97 dan 48 ni ayirsak 9 49 tasi qoladi.
2 ni 48-si 3 ni 48-si. Ko'paytirilgan 5 ni 24-si. Bizga berilayotgan savol 6 ning maksimum nechinchi darajasiga bo'lganligi uchun biz 2 va 3 niki darajalar bilan ishlasak yetarli. Ya'ni bizga kerak mana shu. 2 ni 48-si 3 ni 48-si 2 ni n'si 3 ni n'si. Bu bo'ladi 6 ni 48-si 6 ni n'si. Bo'lsa, ana endi bizda bundan kelib chiqadi. Bizda 6 ni maksimum 48-chi darajasi qatnashadi yoki bo'linadi. Qatnashadi. Qayerda? 100 faktorialda. Xo'p, keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 100 faktorialni ana endi 12 ni maksimum nechinchi darajasiga bo'linadi? N'inchi darajasiga, bilmaymiz nechiligini. Shuni aniqlashimiz kerak. Xo'p, buni ajratamiz. 100 faktorial taqsim 2 ni 2 ta n'inchisi bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 ni n'si. Ana endi bu nima degani? Xo'p, ko'rib chiqamiz. Bizda 100 ni kanonik yoyilmasida 297 marta 3 48 marta ishtirok etgan. Bu degani 3 ni 48 marta yozib chiqsak va hokazo 48 ta 3 ko'payadi. 48 ta. Xo'p, 2 mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, 2n bu 2 darajasi 2n bo'lganligi uchun 3 dan bitta olsak, 2 dan 2 ta olishimiz kerak. Ya'ni bitta 3 ga 2 ta 2 to'g'ri keladi. Xo'sh, 2 dan bitta 3 ga 2 ta 2 to'g'ri kelsa, jami 48 ta 3 ga 96 ta 2 kerak. 2 kerak. Unday bo'ladigan bo'lsa, bizda 2 ni darajasi 97 bo'lganligi uchun 2 yetarli bo'ladi. Xo'p, yozamiz. Bu degani olsak bo'ladi. 100 faktorial taqsim 2 ni 96-si. Hop, 2 ni kvadratini 48-si deylik. Ko'paytirilgan 3 ni 48-si. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda n teng 48 ga. Bu ham nima degani? 12 ni 48-si. Maksimum 12 ni 48-siga bo'linadi. Ana. Buni tushundilaringlar. 48 ta 3 bo'lganligi uchun 2 tadan 2 to'g'ri kelganligi uchun 96 ta 2 kerak. Bu ham bizda yetarli. 3 dan 12 ni 49 darajasi bo'la olmaydi. Chunki 3 dan 48 ta maksimum o'zi kanonik yoyilmasida 49 ta bo'lmaganligi uchun yetmay qoladi. Darsimizni ikkinchi qismi ham shundan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.